Muqaddas ayollar tarixi bilan tanishishda davom etamiz. Islom tariximizda nomlari abadiy bo'lgan ayollar juda ko'p. Ular o'zlarining qahramonliklari bilan butun tarixda yaqqol iz qoldirganlardir. Tarixning oltin sahifalari orasida bir ayolning hikoyasi mujassam bo'lib, tarixchilarni hayratga solgan. U ulug' ayol kim ediki, unga Xolid ibn Valid ham ta'zim qilgan. Akasiga bo'lgan mehr uni qilich tutishga majbur qilgan ayol. U nafaqat o'z davrining, balki barcha davrlar uchun ibrat bo'lgan ayoldir. Islom qo'shinlarida jarohatlangan odamlarni davolovchi hamshira, bir pahlavon erkakning singlisi, Rum qurshovidan chiqib keta olgan jasur ayol, shoira, san'atshunos. Bani Asad qabilasidan bo'lgan bu ayol akasi bilan islomning avvalida musulmon bo'lganlardan edi. Bu aka-singil hikoyasi haqida ko'p ma'lumot uchramaydi. Faqatgina og'izdan og'izga o'tibgina tarixi bizgacha yetib kelgan. Buning sababi badaviy arablar orasida yozish o'qishni biladiganlar juda kam bo'lganidir. Xolid ibn Valid boshchiligida Falastinning sharqiy yerlarida kechayotgan urushlarning birida bo'yniga sharif o'ragan, yuzini qoplangan bir otliq jangchi shiddatli jang qilib hammani lol qoldirdi. Avvaliga odamlar u Xolidning o'zi deb garov bog'lashdi. Ammo jang maydonining boshqa qismidan kelayotgan Xolid ibn Validni ko'rganlar boyagi jangchi kimligiga qattiq qiziqib qoldilar. Ular qo'mondon Xolid roziyallohu anhu ga borishib, uni kimligini bilib berishini so'radilar. Xolid boshchiligidagi bir guruh kishilar o'sha niqob egasi oldiga keldi. Xolid ibn Valid unga shunday dedi: "Ey jasur jangchi, seni maydonda ko'rsatgan mahoratlaring barchani hayron qoldirdi. Bizga o'zingni tanit, senga ta'zim qilaylik." Shunda niqob sohibi hech qanday javob bermay ortga qarab yurdi. Qo'mondon Xolidning yonida turganlardan biri: "Qurib ketgur. Jang san'ating bilan hammani yuragini zabt etib, amiring senga ta'zim qilish uchun kimligingni so'rasa, undan yuz o'girasanmi? Ismingni ayt, ey karim kishi" dedilar. Shunda boyagi niqob egasi boshini yerga ekkan holda, ovozini past qilib, odob va lutf bilan ayollarga xos nozik did ila javob berdi: "Yo jangchilar amiri, men akam tufayli bu qilishni qo'limda tutib turibman. Atrofingizdagi erkaklar tufayli men sizga javob bera olmay turgandim. Men iffat sohibasiman. Men hijobli ayollardanman. Ayol boshim bilan jangga qatnashmasligim kerak edi. Odobsizligim uchun sizdan uzr so'rayman. Men Azvarning qizi Havlaman" dedi. Xolid ibn Valid va u kishi bilan birga turganlar niqob ichida muslima ayol kishi ekanini bilishgach, darhol yuzlarini yerga qaratdilar. Jangda erkaklarni ham dog'da qoldirgan bu muqaddas ayolga sahobalar ham ta'zim qildilar. Havla binti Azvar qanday qilib jang maydoniga kirib qoldi? Qanday qilib bu yuksak maqomga erishdi? U jang san'atini qayerdan bilardi? Keling, bular haqida bir boshidan hikoya qilamiz. Birinchi 100 yillik muslimalari faqat rafiqa va ona emas. Ular shoira, ilohiyotshunos, olima, kashfiyotchi, jamoat arbobi, yo'lboshchi va yana hokazo. Ularning orasida buyuk jangchilari ham bor edi. Ana o'shalardan biri Havla binti al-Azvar edi. Uning hayoti haqida ko'p narsa ma'lum emas. U 7-asrda tavallud topgan. Oilasi birinchi bo'lib islomga kirgan sharafli oilalardan edi. U jasoratli jangchi bo'lishdan oldin qo'shin ichida hamshira bo'lib, yaradorlarga tibbiy yordam ko'rsatib yurgan. Yaradorlar va bemorlarni davolash barobarida Havla she'riyat bilan ham mashg'ul bo'lgan va akasidan san'atshunoslik ilmini ham o'rgangan. U o'zini jangchi sifatida Adnayn atrofidagi urushda namoyon etgan. Rimliklarga qarshi olib borilgan o'sha jangda uning akasi Zirrar ibn Azvar musulmon qo'shiniga boshchilik qilgandi. Qaqshatqich jang chog'ida u dushmanga asir tushib qoladi. Shu hodisa Havlaga o'zini odatiy ishini qo'yib, akasini qutqarib olish uchun o'zini dushman qo'shinining eng quyuq joyiga otishiga turtki bo'ladi. Ammo bu oson ish emasdi. U erkak jangchilar kiyimini kiyib, ustidan qora libos tortdi. Bo'yniga sharif o'radi va asirlarni qutqarishga ketayotgan Xolid ibn Valid roziyallohu anhu qo'shiniga qo'shilib oldi. Dastlab uning yakka o'zi Rim qo'riqchilarini yorib o'tdi. O'sha jangda ishtirok etgan Rafi ibn Umayro guvoh bo'lganlarini quyidagicha so'zlab bergandi. Bu jangchi dushman saflarining orasidan chaqmoqdek kesib o'tib, dushmanning eng quyuq joyiga kirib ketdi. Keyin yana qo'lida qonga botgan qilichi bilan paydo bo'ldi. Uning qarshisidan chiqayotgan dushmanning hech biri omon qolmayotgandi. Boshqa askarlar uni kimligini bilmasdi. Shu sababdan bu jangchi Xolid ibn Validning shaxsan o'zi deb taxmin qilib turilardi.
Bu hol Xolid ibn Valid ko'ringunga qadar davom etdi. Yana bir guvohning aytishicha, Adnayn ostonasidagi Baytullohida bo'lib o'tgan jangda Xolid ibn Valid ham qora kiyinib, bo'yniga yashil sharf o'rab olgan jangchini kuzatib turdi. O'sha jangchi Rim askarlari safini to'zitib yuborib, qo'shinning eng quyuq joyiga quyundek kirib ketdi va qilichi qonga botib, o'zi sog' salomat qaytib chiqdi. Xolid va askarlari uni ortidan dushmanga tashlanishdi. Ayni chog'da qo'mondon Xolid ibn Valid bu shiddatli jangchini kim ekani bilan qiziqdi. O'zini ko'zga tashlanib qolganini sezgan Havla, o'zini tanishdan boshqa yo'l qolmaganini sezib, akasini ozod qilish uchun erkaklar libosini kiyib jangga kirganini so'zlab berishga majbur bo'ldi. Buni eshitgan Xolid ibn Valid roziyallohu anhu unga hamdardlik bildirdi va yordamchisiga Zirrorga nima bo'lganini aniqlab kelishni buyurdi. Ayon bo'lishicha, u jangda 40 dan oshiq rimliklarni o'ldirgan va haqiqatan o'zi asir tushib qolgan. Akasini Damashqda ushlab turishgandi. Xolid ibn Valid o'sha yoqqa unchalik katta bo'lmagan qo'shin yuborishni buyurdi. U jangga 100 ta eng mohir askar saralab olindi. Ammo Havla ular bilan birga boraman deb turib oldi. Yurish muvaffaqiyatli yakunlanib, Zirror asirlikdan ozod qilindi. Ushbu voqeadan keyin Havlaning jangchilar safida qolishiga ruxsat berildi va boshqa janglarda ham qatnashish imkoniga ega bo'ldi. Shunday qilinmasa, u faqat akasi uchun urushga kirgan degan gap chiqishi mumkin edi. Ba'zi janglarda u jiddiy jarohatlar ham oldi. Bir safar u bir necha ayollar bilan rumliklarga asir tushib qoldi. Rumliklar yetakchisi uni yoqtirib qoldi va askarlarga unga yaxshi munosabatda bo'lishni tayinladi. Rumliklar kattasi musulmonlar ustidan g'alaba qozongandan keyin Havlaga uylanishni maqsad qildi. Biroq Havlaning boshqacha rejasi bor edi. Yarim tunda u ayollarni uyg'otib, dushman bilan jang qilishga va shu yo'l bilan qochib qutulib ketishga da'vat qildi. Mahkum ayollarning qo'lida hech qanday jang quroli yo'q edi. Ular kaltak va chodirlarning qoziqlari bilan qurollangan edilar xolos. Shunday bo'lsa ham rumliklar ularni jangdan to'xtata olmadi. Qahramon Havla ayollarga zichlashgan holda yelkama-yelka turib aylana halqa hosil qilishni va dushmanga o'zining amri bilan hujum qilishni buyurdi. Shu tariqa ular rumliklarning 30 ta askarini o'ldirdi. Allohu akbar. Unga uylanishni istagan yo'lboshchi uni katta saroy, boylik, xizmatkorlar bilan sotib olishga harakat qildi. Ammo Havla bo'ysunmasdi. U rumliklar lideriga javoban: "Alloh taolo nomi bilan qasam ichib aytamanki, senga turmushga chiqqandan ko'ra eng notavon musulmonga xotin bo'lish men uchun afzaldir", dedi va jangni davom ettirdi. Ko'p o'tmay musulmon qo'shini yetib keldi va rumliklar qo'shini tor-mor qilindi. Mana shu mashhur muslima jangchi Havla binti Al-Azvar mana shunday davyurak ayol bo'lib tarixda qoldi. Mard, jasur, iymon e'tiqodga sodiq, maqsadni aniq qo'ygani bois har doim muvaffaqiyatga, g'alabaga erishadigan ayol edi. Havla binti Al-Azvar bugungi kunda ham o'zining yuksak e'tiqodi uchun qiyinchiliklar va mashaqqatlardan tap tortmasdan kurashayotgan ayollarga ajoyib ibrat va namunadir.